Kalla joy zo'rin topib qo'ydim. Shuni birinchi liniyadan kelganlarda shu joyimizga sotuvga chiqqan. 600 kvadrat noturar joy. Olma birinchi etajda arendada, ikkinchi etaj ofis, uchinchi etaj ofis. Ichlarini obzorini qilib beramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati O'rtachichiq tumani Kinpenxo deyiladi. Bundan chiqishimiz bilan mana shunaqangi shart etib ochib oladigan eshiklarni qo'yib qo'yishib olganlarimiz keluvdim, bariga topishdi. Vashshi ma'qizda qorasida ko'rib. Ishimiz bilan chap tomonda o'zini yotoqxonalari keling. Charchagan paytingiz ofis bo'lib, ikkinchi etaj, charchagan vaqtingizda kelib maza qilib dam olasiz. Oynani shundoq ochasiz, okeli. Shundoq bog' ko'rinib turadi. Kofe ichib miyaga dam beradigan joy. Keyingi xonamizga kelavering. O'zini kengina koridorlari, kengina ofislari. Marhamat. Xohlang bu yerda mehmonlar uchun xona qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz ofis qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda o'zini chiroylikgina sanuzellari, eshiklariga yaxshilab ahamiyat berasiz. Oddiy material ishlatilmagan, did bilan qilingan. Yana bu yoqda o'zini ofisi. Chiroyli qilib qo'yishgan. Biznes qilishga, biznes qilaman degan akalarimga juda zo'r joy. Birinchi liniyadan joylari vashshi maza qiladigan joy. Eng zo'r joyi mana shu bo'ladi. Maza qilib shu yerda kelgan mehmonlar bilan, tadbirkorlar bilan bemalol rasmga tushsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yishgan, bu yoqda o'zining televizorlari bor. 3-etajda obzorlarni qilib beramiz. Akalar 3-etajga chiqib oldik, mana maza qiladigan joyi juda katta. Maza qilib o'tdi, ofis qursangiz bo'ladigan joy bo'libdi. Malades, remontlari lekin konkret did bilan qilingan. O'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xohlang ofis qiling, xohlang biron bir biznesingiz bo'lsa, biznes qiling. Buni yonida yana bitta xonasi. Hammasini o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Egalari nomerini qo'yib qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Oldi sotiga kadastrlari tayyor.